Mening ismim Yıldız Asanakunova. Men 2014-yilda Almalu nomli etnobozuy shaharchasini tashkil qildim. Bu turistik yo'nalishda tashkil etilgan loyiha bo'lib, u Iskol viloyatining To'ng qishlog'i yaqinida Teskey geomilliy bog'ida joylashgan. Biz 2014-yildan beri elektron tijorat sohasida ishlaymiz. Biz mahalliy aholini ish bilan ta'minlab, Qirg'izistonga ko'plab sayyohlarni jalb qilishga harakat qilamiz va bugun Yevropa davlatlaridan ham sayyohlarni qabul qilyapmiz. Bugun raqamli asr davri kelgan sharoitda biz elektron tijoratdan qayerda va nimadan foydalandik? Misol uchun, agar men o'z tajribamni aytadigan bo'lsam, biz birinchidan butun dunyodagi sayohatchilar uchun maxsus ishlab chiqilgan booking.com maxsus veb-saytiga yozildik. Bu saytda odam qaysi mamlakatda yashayotgan bo'lishidan qat'iy nazar, uydan chiqmagan holda boradigan mamlakatidagi yotoqxona va boshqa ko'plab xizmatlarni o'zi uchun egallab qo'ya oladi. Qanday qilib biz bu tizim ishini o'rgandik? Biz 2016-yilda shuni tushundikki, mustaqil ravishda biznes bilan shug'ullanmoqchi bo'lsak, so'zsiz elektron tijoratni o'rganishimiz kerak ekan. Booking.comga a'zo bo'lish uchun biz ariza yozganda, sayt ma'muriyati biz bilan birinchi tekshiruvni o'tkazish uchun pochtamizga maxsus xat yubordi va biz ulardan parol olganimizdan so'ng ro'yxatdan o'tkazishdi. O'sha kundan boshlab biz bu saytda qanday ishlashni o'rgana boshladik. Dastlab elektron tijorat biz uchun biroz qo'rqinchli bo'lib tuyuldi. Ammo vaqt o'tishi bilan biz bu eng qulay sayt ekaniga amin bo'ldik. Chunki qishloqda turgan holda Yevropa va Amerikadan keladigan mehmonlarning nimalarni xohlashini bilib olasan. Ular o'zlari yolg'iz va bo'z uyda yashashni xohlaydilarmi yoki oilasi bilan va yoki maxsus jamoa, guruh bilan kelishadimi? Qanday ovqatlarni yaxshi ko'rishadi? Oralarida vegetarianlar bo'ladimi? Ular qanday oziq-ovqatni yoqtirishadi? Qanday madaniy dasturga qiziqishi va boshqalarni bilib, shunga yarasha ularni kutib olishga tayyor turasan. Booking.com kompaniyasi o'z xizmatlari uchun har bir kishidan 2% dan 13% gacha haq olib turadi. Shuningdek, sayt ichida maxsus bronlash doirasida chegirma taqdim etadigan mehmonlar uchun qulayroq bo'lgan dastur ham mavjud. Masalan, agar siz Amerikaga borib 2 kun yurgach, yana mehmonxonada masalan 1 hafta qolishni istasangiz, sizga maxsus chegirmalar beriladi. Ushbu kompaniya bilan ishlashning muvaffaqiyatli jihatlari juda ko'p. Pandemiyadan oldin va undan keyin elektron tijoratdagi vaziyat qanday bo'ldi? Masalan, 2019-yilda bizga dunyoning turli burchaklaridan 2000 ga yaqin mehmon kelgan. Booking.com saytida bir nechta nuqta bor bo'lib, kelgan mehmonlar sizning bo'zuy shaharchangiz qayerda joylashgani, u yerga borish uchun yo'llarning qulayligi, ushbu hududda qanday xizmatlar ko'rsatilishi va bu xizmatlarning sifati, xodimlarning muomalasi, bo'zuyning ichidagi tozalik, hojatxona va dush hamda boshqa infratuzilma darajasi qanday ekani kabi boshqa ko'rsatkichlar bo'yicha baho qo'ya olishadi. Agar kelgan mehmon biz haqimizda yaxshi fikr qoldirsa, uni butun dunyo mamlakatlaridagi odamlar o'qishadi. Shuning uchun bu shartlar yuqori darajada yozilishiga intilish kerak. Bu biz va xodimlarimiz uchun rag'bat, yanada yaxshi ishlashimiz uchun turtki bo'lishidan juda xursandmiz. Sayyohlar bizga taomlarning juda mazali bo'lgani, xodimlarning mehmondo'stligi, qirg'izlarning shunday go'zal ko'chmanchilar madaniyati bilan tanishish imkoniga ega bo'lganlari va boshqalar haqida bizga yana kelishlari yoki do'stlari va ota-onalariga aytib, bu yerga kelishni tavsiya qilishlari haqida aytishsa, biz bundan yanada rag'bat olamiz. Hech qanday holatda agar tadbirkor ayollar turizm sohasida ishlayotgan bo'lishsa, mehmonxona va bo'z uylarni, bo'z uy shaharchilarini ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsalar, hech narsadan Booking.com saytidagi shartlardan ham qo'rqishmasin. Aksincha, ularni tahlil qilib, ularga yaxshi javoblar yozishlari kerak. Masalan, agar sayyoh yaxshi sharh qoldirgan bo'lsa, bu yaxshi rag'bat bo'ladi. Lekin yomon sharh qoldirsa, masalan, menga bugun kechqurun tovuq go'shtini oz berishdi va men to'lagan pulimga yarasha to'yib ovqat yemadim kabi narsalarni yozsa, bu sayyohni yomon ko'rmaslik kerak. Uni jerkib, haqorat qilmaslik kerak. Sharhni diqqat bilan o'qib, oshpaz, ofitsiant qizlar bilan suhbatlashib, mehmonlardan biri norozi bo'lib ketibdi. Nega bunday bo'ldi? Bunga kim aybdor degan masalani muhokama qilish lozim. Keyin ularga kelinglar, keyingi mehmonlardan eng yaxshi sharhlarni olaylik. Ularning barchasiga yaxshi xizmat ko'rsatib, mazali taomlarni beraylik va keyin ijobiy shartlarni to'playlik deb rag'bat berish kerak. Ushbu kompaniyaning yaxshi tomoni shundaki, u odamni tarbiyalaydi. Agar biznes egasi
va xodimlar biznes yuritishning, elektron tijoratning ichki tartiblariga, talablariga to'g'ri rioya qilib amalga oshirishsa, bu o'sha odamlarning o'sishiga yordam beradi. Bugun Booking.com'da bizning Bo'z uy shaharchamizning reytingi 9.1 ball bilan baholangan. Men Bishkekka mashhur Park Hotel, Garden kabi mehmonxonalarga, konferensiyalarga borganimda, bu mehmonxonalarning reytingini qarasam, ularning 7.8, 7.4 yoki 6.5 atrofida ekanini ko'raman va mehmonxonalar uchun o'z reytingini oshirish qiyinroq ekanini his qilaman. Sababi qishloqda oziq-ovqatlar bemalol, qishloq odamlarining mentaliteti boshqa, odamlarga munosabati boshqa. Shu sababdan biz yuqori reytingga erishishimiz osonroq. Nima uchun biz bu reytingga qiziqamiz? Sababi reyting yaxshi bo'lsa, siz saytning asosiy birinchi sahifasida turasiz. Ya'ni sayyoh saytni ochishi bilanoq sizni ko'radi. Siz elektron tijorat qanday ishlashini bilasiz. Turizm sohasidagi raqobat juda yuqori va odamlar saytning 3, 4 sahifalarini ochib ko'rishni istamaydilar. Odamlar saytning birinchi bosh sahifasida turgan 9.1 va 10 dan katta ballarga ega bo'lgan joylarga borishni ma'qul ko'rishadi. Boshqa tomondan bizda yana bir Airbnb nomli veb-sayt mavjud. Ikkalasining xizmatlari uchun to'lanadigan haq turlicha. Misol uchun, bizga Booking.com mehmon jo'natsa, biz uni kelgani yoki kelmagani haqida unga ma'lum qilamiz. Buning sababi shundaki, har bir mehmon har bir kuniga 20-31,5 dollar haq to'lasa, ularning har biri uchun Booking.comga $1,5 komissiya to'laymiz va yilning oxirida Booking bizga pul to'lashimiz uchun hisob beradi. Ikkinchi, Airbnb kompaniyasida esa maxsus tizim orqali Yevropadan kelayotgan sayyohlar o'zlarining viza kartalaridan PayPal orqali pulini bizga oldindan to'lab qo'yishadi. Shunday qilib biz qancha sayyoh kelsa, ular to'lagan pul ma'lum miqdorga yetguncha bizning hisobimizda saqlanib turaveradi va biz yil oxirida elektron hisob-kitoblar orqali Booking kompaniyasiga beradigan komissiya pulini ularning hisobiga o'tkazib, o'zaro hisob-kitob qilib qo'yamiz. Har bir saytning, har bir elektron tijoratning o'ziga xos ijobiy tomonlari bor. Men ularning salbiy tomonlarini ko'rmadim. Ulardagi talab va qoidalarning barchasi sizning biznesingizni o'stirishga, o'zingiz ustingizda ishlab o'sishingizga yordam beradi. Hozirgi kunda qishloq joylarda ko'plab mehmonxona va bo'z uy shaharchalarining, pansionatlarning barchasi Bookingda ro'yxatdan o'tishgan. Bu dunyo bo'yicha eng katta veb-sayt. Undan keyin Airbnb va undan keyin TripAdvisor kompaniyasi turadi. Barchamiz elektron tijorat davrida yashayotganimiz sababli biz zamon bilan hamnafas bo'lishimiz va bolalarni ham shunga o'rgatishimiz kerak. Bundan tashqari Facebook, Instagram kabi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar ham bor. Tobora ko'proq odamlar ularga kontentlar yozmoqdalar, qiziqarli videolarni, suratlarni joylashtirishmoqda. Bu ham o'ziga xos ish o'rni hisoblanadi. Ya'ni kundan kunga elektron tijorat rivojlanib, qishloq aholisi uchun ham ko'plab ish o'rinlari yaratilib bormoqda. Biz Booking.com'da ro'yxatdan o'tgunga qadar, ya'ni 2012-2014 yillarda saytimiz ommabop edi. Saytimiz nemis tilida bo'lib, unga rasmlarni joylashtirganmiz. Nemis tilida bo'lib qolishiga sabab mening biznes hamkorim Yevgeniy Zeybert bizdan bo'z uylar sotib olar va biz ularni Germaniyaga eksport qilardik. Keyin u biz sotadigan Qirg'iz milliy namat mahsulotlari haqida nemis veb-saytlariga ma'lumotlar berdi. Uni ko'rgan nemis tilida so'zlashuvchi Yevropa davlatlari vakillari bizga kela boshlashdi. Asosan Germaniya va unga yaqin bo'lgan Avstriya, Shvetsariya, Gollandiya kabi mamlakatlardan kelgan odamlar bilan bizning lagerimiz to'la boshladi. Bizning lagerimizda dastlab 25 o'rin bor edi. 2 yil o'tgach 40 o'rin bo'ldi va hozir bu yerda 60 o'rin bor. Bu mavsumda kelayotgan sayyohlar soniga qaraganda biz uchun yetarli bo'ldi. Va yana bir narsa, bizda 2012-yillarda turizm biznesi vakillari bilan bir-birlarini raqobatchi sifatida ko'rishgan. Bugun biz TSKJEK, ya'ni Shimoliy sohil birlashmasini tuzib, bu yerda ishlagan bo'zuvchilar, lager egalari hammamiz bir-birimizga sherik, hamkormiz. Masalan, bugun menga 5 kishi kelib, ularni sig'dira olmasam, ularni boshqa hamkorimning lageriga yuboraman. Agar ularning mehmonlari sig'may qolsa, menga jo'natishadi. Shu shaklda yaxshi hamkorlik bo'lyapti. Elektron tijoratning yana bir xususiyati shundaki, bugungi kunda
ushbu qishloqlarda yoshlar va ayollarni o'qitish zarur. Chunki turizm sohasidagi ish o'rinlarining 70% ayollar uchun to'g'ri keladi. Turizmni faollashtirish uchun ham elektron tijorat zarur. Masalan, an'anaviy bilimlarni sotish bo'yicha shirdoq, bo'zuy, burgut va boshqa shoularni tashkil qilishda ham bir-birimizga yaqindan yordam beramiz. Ya'ni sayyohlar bo'zuylar yoki burgut shousini yoki bo'lmasa boshqa tomoshalarni ko'rishni istashsa va uni shu vaqtda boshqalar tashkil qilayotgan bo'lsa, mehmonlarni ularga jo'natishimiz mumkin. Ana shu tadbirkorlar ham ushbu saytlarda o'z xizmatlarini mustaqil ravishda sotishlari mumkin. Muxtasar qilib aytganda, bugungi kunda elektron tijorat aholining keng qatlamlarini ish bilan ta'minlashi mumkin. Bugun turizm sohasida 5-6% gina ishbilarmon elektron tijorat bilan shug'ullansa, qolgan 90% elektron tijorat nima ekanini bilmasligi ham mumkin. Turizm sohasi keng qamrovli bo'lgani bois, oziq-ovqat, savdo bilan shug'ullanuvchi yengil sanoat vakillari, Sog'liqni saqlash vazirligi turizm sohasi bo'yicha hamkorlik qilishlari kerak. Ana shunday hamkorlik zanjiri yaratib olinsa, elektron tijoratni amalga oshirish yana ham osonlashadi. Masalan, sayyohlarni ro'yxatdan o'tkazish, ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish masalalarini hal qilish uchun yagona ma'lumotlar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ana shu bazada turizm mavsumida ekologik politsiya, birinchi tibbiy yordam xizmati, transfer kompaniyalari, toza organik oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilar va boshqalarni birlashtirish uchun maxsus yaratilgan dasturlar va ilovalar ishlab chiqilishi lozim. Masalan, bugungi kunda yaqinginamizdagi organik mahsulotlar stansiyasida 40 tonnaga yaqin organik bodring sotilmoqda. Turizm sohasida ishlash juda qiziq. Agar siz elektron tijorat bo'yicha ishlasangiz, unda siz biznesingizga bo'lgan ishonchingiz yanada kuchli bo'ladi va raqobatchilardan oldinda bo'lish uchun elektron tijorat sirlarini yuqori darajada o'rganish kerak. Bugun o'z tajribamni siz bilan o'rtoqlashdim. Biz elektron tijorat bilan 5-6 yildan beri ishlaymiz va uning natijalarini ko'ryapmiz. Bugun men hammangizni Booking, TripAdvisor va Airbnb saytlarida ro'yxatdan o'tishingizni istardim. Garki bu boshida avval aytilgandek murakkabroq tuyulsa-da, siz bu soha bo'yicha o'qib o'rganib olsangiz, elektron tijorat sizning biznesingizni juda ham osonlashtiradi. Barchangizga omad tilayman. Qirg'iziston turizm sohasi bilan rivojlanadigan davlat. Qirg'izistonda turizmning salohiyati juda katta. Biz keng imkoniyatlar va juda boy merosga egamiz. Barchangizga muvaffaqiyat tilayman.